qiyomat kuni bilan qasamyod eturman. Yana malomatchi nafs bilan qasamyod eturmanki, qiyomat kuni qayta tirilib, hisob kitob qilinursiz. Inson uning chirib ketgan suyaklarini sira to'play, tiklay olmaydi deb bizdan gumon qilurmi? Yo'q, biz o'sha kuni uning barmoqlarini ham tiklab, tekislab qo'yishga qodirmiz. Balki inson kelgusida fujur, gunoh ishlarni qilishni istaydi. Qiyomat kuni qachon o'zi deb so'raydi. Bas qiyomat dahshatlaridan ko'z qamashganda, oy ham tutilganda, quyosh va oy birlashtirilganda, ana o'sha kunda inson jazodan qochadigan joy qayerda deb qolur. Yo'q, boshpana yo'qdir. U kunda ey inson, yolg'iz Rabbing huzurida qaror topishgina bordir. U kunda insonga dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va qoldirgan barcha narsalarning xabari berilur. Balki u kunda inson a'zolari o'zining zarariga guvohlik beruvchidir. Garchi u uzurlarini o'rtaga tashlasa ham,